Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana men gaming nima desam ekan. Bugun hamburger o'ynaymiz. Bu hamburgerda men ancha kuchayib qo'yganman, faqat mana yerdagi sandiq unaqa narsalarim yo'q bo'lib ketgan. Shuning uchun sizlar uncha tushunmay shu yerdan boshlab ketaveramiz. Bu ya'ni birinchi qism bo'ladi. Ikkinchi qismni olishim uchun sizlar menga like bosib obuna bo'lishinglar kerak. Agar bu video, ya'ni bu mana shu video 200 tadan oshiq prosmotr olsa, men bu videoni ikkinchi qismini chiqaraman. Deydigan mushugim bor. Piglin o'z joniga qasd qilmoqchi shekilli. Sababi u tipirchilayapti. Uf. Ne ilaç bu. Bu mening omadim desa ham bo'lmaydi. Shu yerda kirga yasasam bo'lar edi. Yasolmasdim. Shu oxirgi urinishim. Keyinlar biroz g'irromlik ishlatamiz. Sizlar buni bemalol tushunasizlar degan umiddaman. Buni tushunarsizlar degan umiddaman. Yana bo'lmasa men bilmayman. Inventar yoqib qo'yamiz. Keyin chatni yoqamiz. Chat bo'limi. Narsa koordinata. Men bunda bir stack va bir stack bundan olib olaman-da. Va mashina ham go'zal yo'lama xafa bo'lmaysizlar. Stagim bor. Shuning uchun bitta cho'p hammasini taxtadan qilib olamiz. Endi bu narsani biz qazib olishimiz lozim. Qazib ham oldik. Endi biz bu yerni kattalashtiramiz. Ya'ni mana bu yerga yetib olaylik birinchi. Bunga qanday anaqa qilsam, boshida bu yer katta bo'lgan va keyinchalik kichrayib ketdi. Men o'zim ham bilmayman. Men mana shu jarlikka qadab qo'yib tushib ketgan edim. Va shunda hammasi yo'q bo'lib qolganman. Mana bu yerda faqat bu bor edi. Hammasi shunday yo'qoldi. Bu yerda sandiqlar, staklar bor edi. Bu yerda esa mening qo'y va chikenim bor edi, ya'ni tovuq. Biz hamma narsani qilib bo'lganimizdan
Foydalanıp men 2 dona ne desem ekan, sandık hesap aldım. Evet. Shunaqa yine craftsman. Shu uchun ozgina qoldi, lekin baribir qaranglar. Fokus mokus. Pinko poko, pipo fokus. Tushib ketdim, to'g'rimi? Sizlar eshitdinglar. Men tushayotgan bo'lsam-da, narsalarim joyimda. Dun 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 dun. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shu yerda maqsadimiz endi o'sha yerni to'ldirish. Men nimaga 1000 tadan ko'p obunachim bo'lsa-da men stream qilmayapman. Sababi men stream qilmayapman. Streamda qanday qilish va nima haqida bilsangiz izohlarda yozib qoldiring. Sizlar Microsoft akkauntinglarni ochganmisizlar? Masalan, men ochmaganman hali. Men sizlar bilaman 100% meni streamimni kutyapsizlar, ammo men stream qilmayman. 100% deb 90% deylik. Chunki 90% hali kutmayotgan bo'lishim. 90%, 10% deb kutayotgan bo'lishim mumkin. Bu mana yana bir cho'chqa paydo bo'ldi. To'xtang. Endi buni biz bunday shotkalar yasaymiz. To'xtanglar. Bu anaqam yasaydi. O't. Nechta shotga chiqsa shuncha yasayman. Men nima dedim? Chiroqni joni bittasin bular. Yaramas. Endi bu tomonga yaqinlashmaslik lozim. Iloji boricha ko'proq shotga qo'yish kerak. Biz cho'chqa boqmaymiz. Yo'q. Evet.
bir yer qurish lozim. Shuning uchun jim qo'yib yuboramiz. Nega men mana bunday qilyapman? Ko'rdinglar? Tushib ketib qoldi. Depoimizda bir ko'p qilish maqsadida mana bunday qilamiz. Yerdan kesib qoldi. Hayır. Şuna basayım oturamadı da. Nereye? Endi bularni bariga biz решетка emas sandiq olamiz. Ortadan chiqdim. Bir, iki, mayli. İçerisine bir koyuyorum. Videonun şu joydan nihoyasiga yakunlaymiz. Kanalga obuna bo'lib like bosing. Shu video 200 tadan ortiq prosmotr bo'lsa, men bu videoning ikkinchi qismini olaman. Agar bu video 10 ta like kelsa, ikkinchi qismini ham olaman yoki kommentga izohlarda yozib qoldiringlar bu video haqida. Keyingi qism chiqsinmi, chiqmasinmi yoki kompotni ruscha videolariga o'zbek tiliga tarjima qilib yoki Groxni videolarini o'zbek tiliga tarjima va disclaimer qilib chiqaraymi. Keyingi safar qanday video chiqishini kommentariyaga yozib qoldiringlar va challenge beringlar. Men albatta challenge'lar bajaraman, qanaqa bo'lmasam. Go!